quyidagi misolning yechimini ko'ramiz. Bu misol sizga shanba kuni 7-marta imtihonda tushishi mumkin. Demak, bizga berilgan ildiz ostida x plus 4, ildiz ostida x minus 4 plus xuddi shu ifoda faqat minuslik qismi berilgan. Biz nima qilamiz? Bu yerda x katta shart bilan bajar deyapti. 4 ni qo'shib ayiramiz har bir ildiz ostiga. Ya'ni buni x minus 4 plus 4 ildiz osti x minus 4 plus 4 ko'rinishda yozib olaman. Ya'ni bitta 4 ni qo'shib ayirdik, hech qanday o'zgarish hosil bo'lmadi. Ildiz osti bir oldingi ifoda bilan bir xil bo'lib qoldi. Bu yerda ham x minus 4 minus 4 ildiz osti x minus 4 plus 4. E'tibor berayotgan bo'lsak, bu bizda mana buni t deb oladigan bo'lsak, bu t kvadrat, bu qandaydir 2 ni kvadrati. Ya'ni bizda hosil bo'lyapti ildiz ostida ildiz osti x minus 4 plus 2 ni kvadrati va plus ildiz ostida ildiz osti x minus 4 minus 2 ni qavs kvadrati hosil bo'lyapti. Kvadrat bilan ildizni qisqartirib oladigan bo'lsak, modulda chiqadi. Modulda ildiz osti x minus 4 plus 2 va plus modulda yana ildiz osti x minus 4 minus 2 hosil bo'lar ekan. Endi x 8 dan katta bo'lgani uchun, demak x 8 dan katta bo'lganda modulda x minus 4 2 dan katta bo'ladi. Buni o'zi chiqadi. Modulda x minus 4 plus 2 plus ikkinchi ifodamizdan ham yana o'zi hosil bo'ladi. Modulda x minus 4 minus 2. Minus 2 plus 2 qisqaradigan bo'lsa, bizda javob 2 ildiz osti x minus 4. Mana bu yerda modul deb ketdim, ildiz ostida. Umumiy javob 2 ildiz osti x minus 4 bo'lar ekan. Bo'ldi.